Jigarlar, vodiydagi ixtirochi Samatov akani oldiga yetib kelganmiz. Qishloq xo'jaligi uchun juda ham zo'r narsa ixtiro qilib qo'yibdilar, qaranglar. Bu dorilarda nimani tagiga pomidori ko'chat, bolgarskiy ko'chatlar tagiga dori sepish uchun maxsus narsani ixtiro qilib chiqdilar. Buni Xitoyliklar ham hali ishlab chiqargan yo'q deyapti. Xitoyda ham bor, lekin o'lchamsiz bu deyapti. Men o'zim o'lchami bilan bir qoshiqdan sepadigan qilib tayyorladim deyapti. Endi bu qanday tayyor bo'ldi, narxi necha pul deydiganlarga, dastavkasi bormi deydiganlarga to'liq ma'lumotni Samatov aka sizlardan olamiz. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. O'zi akamizni juda ko'pchilik taniydi. Ha, qadrdonlar, birinchi navbatda buni xalqimiz yasash uchun o'zim ishqibozman. Yasagan narsamiki ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu narsani o'sha akamiz aytgandek, o'lchovlik bir qoshiqdan shu bolgarskiy qalampir, pomidor, balki makkadir, azot dorilar bo'lgan machaydan slitrani ko'mish imkoniyatini beradi. Ko'mishdan maqsad dorini ekonom qilishimiz. Agar ochiq havoda qolsa, azotga bu singib parlanib tushib ketadi. Shuning uchun turpoq tagiga ko'maydigan moslama. Yaxshi yutug'i buni o'lchashi. Endi o'sha aytganingizdek, o'lchab solinganda, deylik, bir qoshiq kerak. Bizni o'lchab solganimiz o'sha ko'chatga kerakli dori tushadi. Mana taxminga asoslanib solish yaxshi emas. Endi mabodo mana shu moslamani ko'rib turibsizlar, arzimagan narsalar bilan bitgan, kimdir yasab olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, oddiy mana 1,5 listdan qilingan mana boshga cho'mishlari, keyin mana profildan kesib olingan, mana u yerlari 25 lik turbadan, bu yerlari ham 25 lik turba, bu yerlari 20 lik turbadan. Mana bu yerda tepa joylarda mana oddiy prujina qo'yilgan. Simlari ham o'sha 8 lik simlardan qilib qo'l bola qilingan. Mana shu narsamizni bitta bosganimizda mana shu holatda dorimiz mana baklashkadan yetib keladi. Hozir dori yo'q edi, ko'rsatib bera olmaymiz. Yetib keladi, mana bu yerga bir qoshiq zapravka qiladi. Buni ruchkani ko'tarishligimiz bilan bu zapravka qilingan joydagi dori pastga tushib ketadi-da, mana bu yerdagi kelayotgan dorini yo'nalishi bekitilinadi. Yana qo'yib yuborsak, yana bir qoshiq bu yerga zapravka qiladi, bu yer ochiq turadi. Ko'tardik, pastga dori tushib ketadi, bu yerda yo'nalish bekiladi. Xullas, bu juda murakkab bo'lmagan oddiy mexanizm. Mabodo foydali. Foydali. Mabodo shu ro'zg'orda bitta bo'ladigan bo'lsa, ish koeffitsiyentini taxminan 3-4 barobarga yengillashtiradi. Deylik, buni ishi bajarishini amaliy ko'rsatib beradigan bo'lsak, o'sha agatimizda ikkita bolgarskiy ko'chat orasini teshada ochish kerak, bir qoshiq dorini solish kerak, keyin uni ko'mib chiqish kerak. Bunga ketadigan energiya, masalan, hozir 3 barobar ko'p narsani aytyapman. Undan tashqari odam egilib ishlaganligi uchun uzoq vaqt bunda ishlalmaydi. Masalan, bel og'riydi, charchoq bo'ladi. Bu narsada bo'ladigan bo'lsa, egilmaydi, shunchaki ish davom etib ketaveradi jarayon. O'sha taxminan 4-5 barobar ko'proq joyda ishini tugatadi, ancha o'zi charchamagan holatda. Mana shu narsa mas qishloq xo'jaligimizga juda zarur deb o'ylayman. Buni motor zarur emas bunga, tok zarur emas. Masalan, Xitoyda zo'r apparatlari bor, ularga baribir qanchadir benzin, qanchadir tok kerak, narxi ham albatta arzon emas. Keyin belam og'rimaydi, bemalol xuddi shu holatda tashab ko'mib ketaveradi. Suqadi, ko'taradi, bir qoshiq to'kadi, bitta ko'tarsa turpoq tagida qolaveradi. Xuddi shunaqa. Endi bunimizning narxi necha pul? Xo'p, narxi birinchi buni 150 ming so'm sotdik. Faqat bu yerda xarajatlar hisoblab shu arzonroq bo'lsin degandik. Lekin ustalarimiz juda ichlarida mayda-chuyda ishlari ko'pligi uchun mayda ishlagan degani uchun ularga summani oshirib berdik. Hozirgi kunda 200 ming so'm sotyapmiz. 200 ming so'mda ham hozir juda talab kuchliligida mana ularga nimalar ulgurmay qolgan. Buyum bor, lekin qolgan narsalari yo'q. Shunga hozir ulgurmayapmiz. Shu 200 mingdan sotib ham. Yaxshi, xudo xolasa. Xudo xolasa do'stlar, qaranglar. Yarim chara tayyor qoladi. Просто bitta shlankasi yo'q, bitta prujinasi yo'q. Shu narsalarni qo'yib berishadi. O'sha vaqt yo'qligi uchun qo'yilmayapti ekan, lekin ulgurishmayapti bolalar. Zakaz beriladigan bo'lsa, necha kunda endi buni qanaqa yo'nalishda yetkazib olib boriladi? Uygacha bo'ladimi yoki pochtaga yetkaziladimi? Endi u tomonini telefonda aloqa qilishadi. Yo'l-yo'lakay bo'lsa, albatta arzonroq tushadi. Albatta dastavkachi qanchadir qo'shilib qoladi buni. Deylik, Qashqadaryoni u palon mahallasida desa, balki trassadan kirguncha 500 minglik yurar u, balki 100 minglik yurarda. Bu buyumda xarajatga qo'shilib qoladi. Menimcha bu trassadan olsa,
o'sha yo'nalishda trassaga berib yuboramiz. Trassadan olib qolaveradi. Agarda BTSdan ham chiqarib yuborib pochtadan deydigan bo'lsa-chi. BTS to'lovi o'sha odamning zimmasida. Endi biz to'lovi. mana shu yerdagi narxi shunaqa. Endi menimcha BTSdan ham unaqangi qimmat bo'lib ketmasa kerak. Ancha 2 kilo, 1 kilodan chicha og'irroq. O'sha o'zim chiqaryapman BTSdan. Qashqadaryolarga где-то 40 ming atrofida bo'lyapti. Bu ham o'sha 50 mingga borib qolar ekanda agarda BTSdan chiqarsa. Balki biz BTS bilan ishlamaganimiz uchun bilmaymiz. BTS bilan chiqarsa 50 ming atrofida borar ekan. Bemalol oladigan bo'lsalaring, xudo xolasa BTSga chiqib faqat o'sha o'zlarining shahar markazi, tuman markazlariga chiqib turib o'zlari olib olishadi. Ya'ni o'zlarining nomerlarini kiritib qo'yadi. O'zi bu narsa yetib borganda o'zi soобщение bo'lib boradi sizlarga, tovarlaring keldi deb chiqib bemalol olib olsalaring bo'laveradi. Asosiy sotish emas, hozir ko'rib oldaning qanchadir tushuncha, nazariya bo'lsa yasab olinglar oson. Yasab oladigan bo'lsalaring yana ham yaxshi, bepulga tushadi, ancha arzon tushadi sizlarga. Endi buni o'zlari yasayapti, ma'lum miqdorda baribir foydalanish kerak. Shuning uchun ustiga qo'yib narxini aytyaptilar. Agarda o'zingiz yasab oladigan bo'lsangiz, arzonroq tushadi do'stlar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizlar bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'ysalaring, xudo xohlasa bundanda qiziqroq kontentlar chiqarishga harakat qilamiz. Akamizni o'zimiz kuzatib turamiz. Yana yangilik chiqarib qolsalar, kelib, xudo xohlasa sizlarga ulashamiz do'stlar. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, do'stim padishah turasa degan umidamiz.